Yaxshi narsalar olibdilar-yu, razmerimda adashibdilar-da, aka. To'g'ri, yaxshi narsalar oldilar. Maylimi sizga bir narsa ko'rsatsam? Xo'p. Tinchlikmi, aka? Tinchlik. Menga shu yozuvni bir o'qib bering. Olmax erkaklar kiyim do'koni. Haqiqiy erkaklar do'koni. Sani joyingchi sal pastroqdagi ayollar do'konida ekan. Razmerini ham o'shatdan topib kiyib olasan, erkak. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Mana. Voy. Ayollar Nodirin hidi kelyaptimi? Kemasimdan boshlamagan. Yaxshi kutib olsang bo'lmaydimi? Ovqatim tayyor, siz o'raymi? Yo'q, qornim to'q, suv ichaman. Ha? Kim to'ydirib yubordi? Ko'pam xatolarimni qidirurma. O'sha xatolarim orasidan o'zing chiqib qolishing mumkin. G'ayrat aka, o'sha narsalarni-chi? Voy. Marhamat. Rahmat. Hadi. O'g'lim. Hal qilaylik. O'tiravermasdan bu narsa qilsiz-chi? Hozir o'g'lim kelsin. Hal qilamiz, bolam. Hal qilamiz. Tezroq kelsin, telefon qiling. O'tirgan joyimda kelib urib oldi. Assalomu alaykum. Men o'g'illari bo'laman. Alaykum assalom. Nima qilganlarini qarang, aka. Bo'ldi. O'zim hal qilib beraman hammasini. Assalomu alaykum, ada. Va alaykum assalom, o'g'lim. Meni kechir, o'g'lim. Yangi sovg'a qilgan mashinangni urib oldim. Ko'rmay qolman. Qarachilik, o'g'lim. Adajon, yonib portlab ketmaydimi? Bu temir. Menga siz keraksiz. Siz sog' bo'lsangiz bo'ldi, ada. Rahmat. Rahmat, o'g'lim. Iloho amin. Ikki dunyo saodatini ko'rgin, bolam. Amin. Allohu akbar. Ko'z yoshi qo'ysangizchi, ada. Krimonadan siz yaxshi ko'rgan shirinlik oluvdim. Aka, mana mashinani kaliti. Siz bilan kechqurun ko'rishib olamiz. Hech qanaqa o'tirish yo'q. Mehmon ham kerak emas. Beshingni olib borib bersam bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Keling aka. Bitta beshi berib yuboring. Xo'p bo'ladi. Qaysi biridan? Farqi yo'q. Hozir. Do'stim, farzand o'zingiznikimi? Tushunmadim. Yo'q, endi aksariyat holatda bizning oldimizga kulib tabassum bilan kelishadi-da, xo'mrayganingizga so'radim. Sizni ham xotiningiz qiz tug'ib bersin. Keyin gaplashamiz. Allo. Men senga nima dedim? Oldin o'g'il tug'ib bergin, keyin olib chiqaman. Bilmayman kim olib chiqsa olib chiqursin. Bo'pti. Aka nech pulida? 400 ming do'stim. Mana. Shoshmang birodar. Mana shu joyda 5 yildan beri o'z qo'lim bilan beshi yasab sotaman. Lekin bironta ham farzandim yo'q. Har bir yasagan beshigimni o'zimni farzandimga yasagandek yasayman. Iltimos sizdan farzandlaringizga mehr bering.
Siz juda ham baxtli insonsiz. Mayli. Men bu nima deyapti? 5 millionga oldim. Voy, Nima qilding, ey? Atilim qilmadi. Nima qilganing bu? Nesh pul turishini bilasan buni? Bir yil ishlasang ham to'la olmaysan buni. O'tir. Zo'r aka. Atidan qilmadi-ku. Nimani atidan qilmadi? Kiyim ekan, odamni xafa qilishingga arzimaydi-ku. Bilasam nesh pul turadi? O'rtoq shundoq qaravor. Rasvo qildi hamma yonni. Menga qara o'rtoq. Nimaga indamading? Puling bo'lsa bor, bizneslaring ham bor. Ey o'rtoq, buni sababi bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kiyim olmoqchi edim. Kimga? Otamga. Baraka toping. Niyat qilgan edim. Birinchi oyligimga otamga kiyim olaman. Juda ham yaxshi-da. Bu bo'limimizda barcha mahsulotlar 300 ming so'm. 100 minglik, 150, 200 minglik bo'limlarimiz ham bor. Zo'r ekan u. Marhamat. Rahmat. Milliarder bo'lganingdayam hech qachon oddiy kuningni unutma. O'sha otamning gaplari hali ham miyamda turadi. Bu bolalarni kiyimga, mansabga qarab muomala qilishini yaxshi bilaman. Shunchaki ularning aktyorlik mahorati yoqadi. Chunki ularni tashqaridan tomosha qilish insonga tafakkur qilishni o'rgatadi. Ha, shundoq. Ko'chadan chiqqanda ostanovka bor-ku. Ha, o'sha yerda turibman, bo'pti. Bo'pti, bo'llaring. Xo'p. Ukam yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nonga yordam qilib olmaysan? Mayli. Yurish bormidi deyman. Ha, tabriklang. Kecha farzandli bo'lganman. O, Suyunchisi. tabriklayman. Sog' bo'ling. Mani ham bolalarim bor edi. Nima ish qilasan o'zi? Biznes. 2-3 ta joylarim bor. Qiyin emasmi? Yo'q, nimaga qiyin bo'ladi, aka? Shu desiz, kichkina ishga qo'l ursam, nimagadir barakali bo'lib ketadi-da. To'g'ri, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Lekin qanaqadir noto'g'ri tushunmay, so'raganingizga aytdim-da. Ota-onangni rozi qilganmisan deyman. Qo'ldan kelguncha harakat qilaman ularni rozi qilishga, ko'ngillarini olishga. Nimaga unaqa deyapsiz, aka? Chunki men ota-onamni qarg'ishini olganman. Bu dunyoda ikkita inson ishlamasa ham bo'ladi, ukam. Birinchisi ota-onasini duosini olgan odam, ikkinchisi qarg'ishini olgan. Ketding nima qilib o'tiribsan? Hozir. Mayli, aka, sog' bo'ling. Kelin degan ham shunaqa bo'ladimi? Vaqtliroq turib,